Xayrli kech hammaga, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun o'zim uchun o'zbekcha dasturxon tayyorladim. Makaron osh deyiladi bizlarda bu narsa. O'xshatib bilmadim, bilmayman. Bismillah. Bugun kuni bilan uyda yuborib ketdim. Faqat yig'ishtirdim. O'zim ham umuman qaramaganman, yuzlarim ham rasvo. Mayli bo'laversin. Qornim ochib ketdi, yonimda ko'k piyoz. Musa mazali. Ertagaman uchrashuvim bor, kim bilandir uchrashuvga boraman. Qishlog'imizdan bir onaxonimiz keldilar. Yaqinimiz, xudo xolasa. Shular bilan ko'rishishga boraman. Onam bilan yoshlari pashti teng. Shular bilan ko'rishishga boraman, xudo xolasa. Videolari ham olaman nasib bo'lsa. Shundan qornim ochib, o'zbekcha ovqat yemaganimga ham ancha bo'ldi. Xumor tutadi baribir o'zimizni ovqatlarim. Sog'inadi odam, yegisi keladi. Agar ovqatlanayotganlar bo'lsa, yoqimli ishtahasizlar. Ertangi videolarimni kuzatinglar, chiroyli kontentlar qo'yishga harakat etaman. 김여사이가가 소유한 땅 인근으로 고속도로 중점을 바꾸려다 동영 결국 양평 주민들과 피해를 입었죠.